Assalomu alaykum hammaga. Bugun qozon patir bilan g'ilmindi zakaz qildim. Hozir yeb ta'mini ko'ramiz. Qaranglar, qanaqa katta. Issiq kelar ekan. O'zini sariyolari bilan. Sariyolari juda ham katta, ko'rinishini qaranglar. Bismillah. Hidlarini qaranglar. Sariyolarini qaranglar. Mazza qilasizlar. Ta'miga gap yo'q. Mana shu patirdan zakaz qilib yeb ko'ringlar. Qanaqa mazali, qanaqa shirin. Ligini bilasizlar. Keyingisi endi g'ilmandilarni yeb ko'ramiz. Wow. G'ilmandini ko'rinishiga baho beringlar. Qaranglar, qanaqa ishtahalarni ochaman bugun. Qaranglar, qanaqa Vay. Hozir yeymiz. Bismillah. Mayin, yumshoq, shirinligi voshta zo'r. Mana shu g'ilmandilardan zakaz qilinglar. Adashmaysizlar tanlovda. Ichiga nachimkasini ham ko'p solgan. O'zi g'ilmandini 2 ta dona yebsam to'yardim. Hozir 5 ta 6 ta yesam ham to'ymayapman. Juda ham shirin, mazali bo'pti. Yeb ko'ringlar, keyin bilasizlar qanaqa ta'mi zo'rligini.